Mana sizga tomga yangilik. Eng qizig'i bitta bochkada suvga shunaqa aralashtirib, bitta quyib yuborasizlar. Eng qizig'i tekizlashdan ham shart bo'lmaydi. O'zi ilan bilan joyini tekizlab turib, 15 minutdan keyin chiroyli qilib qurib oladi. Buni nima zo'r tomoni borsan, yoz issig'idan, qish sovuqdan bemalol saqlaydigan bo'ladi. Eng qizig'i 100 kvadratdan 150 kvadratgacha akalarimiz bir kunda tomlarni chiroyli qilib yopib beramiz deyapti. Batta hozir ahamiyat bersin, ustundan keyin vassa bo'lgan, vassani tepasidan mana bunday ya'ni izospan materialimiz bor, shuni qilib berishgan, uni tepasidan shularni qilib berishgan. Oddiy loylombozdan farqi, ya'ni trishina tushmaydi, burchaklari ham tekis, qalin bo'ladi. Ushbu uyimizga ya'ni 10 santimetrlikdan qilib berishgan, eng arzoni narxi, ya'ni 5 santimetrlik narxiga keladigan bo'lsak, 35 ming so'm bo'ladi. 7 santimetrlik narxiga keladigan bo'lsa, 40 ming so'm, 10 santimetrlik narxiga keladigan bo'lsa, 45 ming so'm bo'ladi. Bu narxlar ichida Farg'ona viloyati bo'ylab dastavka ustonovka usta haqqi mahsulotini o'z ichiga oladi. Faqatgina sizdan talab qilinadigan narsa, yeb ichish yotog'ini qilib bersalar ham bo'ldi. Izospan mahsulotini ham qo'shib beringlar, bir pagun